Aziz jizzaxliklar, biz challenge'imizni davom ettirgan holda bugun jamoat transportidagi barcha yo'lovchilarning yo'l kira haqlarini Jizzaxliklar kanali muxlislari nomidan to'lab beramiz. Hozir avtobusdagi barcha yo'lovchilarning yo'l kirasi bizning hisobimizdan tekinga to'lab beriladi. Bunga sabab bugundan boshlab aholini ro'yxatga olish ishlari boshlandi. Shu haqda sizda ma'lumot bormi? Eshitdingizmi? Bor, eshitganman. Sizningcha bu nima beradi deb o'ylaysiz biz O'zbekiston Endi aholini yashash tarzini o'zgartirishi mumkin, ishsizlik muammolarini olishi mumkin. Bu hammasi yaxshilikka deb o'ylayman. Men ro'yxatdan o'tgan hech yomon emas, yaxshi-da. Yaxshi narsa deb o'ylayman o'zimcha. Hurmatli yo'lovchilar, avtobusda ketadigan har bittalaring yo'l kiralari to'landi Jizzaxliklar kanali nomidan. Endi bizga juda katta natija bersa kerak deb o'ylayman. Yo'llarimizga, Yashin bog'cha maktab, bog'cha maktablarimizga, bolnitsalarimizga narsaga ijobiy aloqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. ro'yxatdan o'tdingizmi yo endimi? O'tishim kerak. Qilinayotgan ishlar juda o'rinli deb hisoblayman. Albatta aholimizni necha kishiligi, qayerda yashayotganligi, manzil aniq, hammasi aniq bo'ladi. Rejali ish. Biz bundan xursandmiz. Hurmatli yo'lovchilar, hozir har bitta bunga yo'lovchilarni yo'l kira haqqi Jizzaxliklar kanali tomonidan to'lab beriladi. Bunga sabab bugundan boshlab aholini ro'yxatga olish ishlari boshlandi. Yashashimiz yaxshilanadi. Xudo xolasa, mana shu kelajak avlod uchun shular qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Bog'cha, maktablarga hammaga bir yengillik yaratiladi. O'zimizda bir imkoniyatlar bo'ladi. Avvalambor davlatni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Hamma narsada aniqlik narsa kerak. Aholimiz soni ko'stimasin kundan kun ko'payib boryapti. Maktablarimiz, bog'chalarimiz ko'p bo'lsin, o'zim o'qituvchiman. O'quvchilarimiz ko'p bo'lsin, sog' bo'lsin. Davlat byudjetini qanday taqsimlash kerak, aholini sonini bilish kerak, oiladek gapirishyapti. Aniq statistik sonlar kelib chiqadi. Aholini ijtimoiy yashashi, o'shalar aniq bo'ladi, qanday yashayapti, qayerdan daromad olyapti, kamchiligi nima qilsak yaxshi bo'ladi, o'shalar aniq kelib chiqadi. Shuni hammaga tavsiya qilamiz. Kelajagimiz uchun befarq bo'lmaydi.